Alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yolg'on tarqatishni bas qil. Fayzullayevning sobiq jamoasi Fabrizio Romanoni keskin ogohlantirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning sobiq jamoasi Rossiya Premyer Ligasi ishtirokchisi hisoblangan CSKA klubi axborot xurujiga to'qnash keldi. Moskva klubi matbuot xizmati mashhur insayder Fabrizio Romanoga ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali keskin murojaat yo'lladi. Bu murojaatda Romanoning Argentinaning Boca Juniors klubi vingeri Ezequiel Ceballosga CSKA yiliga 5 million yevro maosh taklif qilgani haqidagi xabariga javob sifatida yangradi. Romanoning ma'lum qilishicha, futbolchini CSKAning yuqori maosh bo'yicha taklifini rad etib, Napoliga o'tishni ma'qul ko'rgan. CSKA matbuot xizmati esa quyidagilarni ma'lum qildi. Fabrizio, bema'ni gaplarni tarqatishni bas qil. Sen hurmatga sazovor jurnalistsan. CSKA hech qachon biror futbolchiga yiliga 5 million yevro sof maosh taklif qilmagan. Boca bilan muzokaralar fevral oyida yakunlangan. Hech qanday bitim ham futbolchiga shaxsiy shartnoma taklifini ham bo'lmagan. Biz ushbu transfer oynasida Wenger izlamayapmiz. Bitimlarni reklama qilish va talablarni sun'iy ravishda oshirish uchun klubimiz nomidan foydalanishni bas qil deyiladi CSKA bayonotida. Eslatib o'tamiz, Abbosbek Fayzullayev 2023-yil va 2025-yillar davomida CSKA sharafini himoya qilgan iqtidorli futbolchimiz armiyachilar safida Rossiya Kubogi va mamlakat Super Kubogini qo'lga kiritgan. CSKA o'zbek futbolchisi Paxtakordan 500 yevroga olib 2 mavsumdan keyin 2025-yilning yozida Turkiyaning Istanbul Başakşehir klubiga 7,5 million yevroga transfer qildi. 22 yoshli Abbosbek Fayzullayev Turk klubi tarixidagi eng qimmat transfer egasi hisoblanadi. Qadrli do'stlar, faqatgina Fabrizio Romano emas, sportextra.com nashri ham mana bunday xabar chiqargan. Bayern Munyos Abbosbek Fayzullayev uchun muzokaralarni boshladi. Germaniyaning Grand klubi Bayern Munyos O'zbekiston terma jamoasi yulduzi Abbosbek Fayzullayev transferiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Manbalarga ko'ra, tomonlar o'rtasida dastlabki muzokaralar boshlangan va Myunxen klubi futbolchi uchun 25 million yevro taklif qilishga tayyor. Bayer bosh murabbiyi Vincent Kompany Fayzullayevning texnikasi, tezligi va hujumdagi kreativ harakatlarini yuqori baholamoqda. Murabbiy uni jamoaning kelajakdagi muhim futbolchilardan biri sifatida ko'rayotgani aytilmoqda. Qadrli do'stlar, esingizda bo'lsa, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning Manchester Cityga bo'lgan ehtimoliy transferi to'g'risida ham aynan men ma'lumot chiqarganim birinchilardan bo'lib, aynan bu boshqa kanalimda chiqqan edi. Bu esa mening yangi kanalim do'stlar. Aynan mana shu sportextra.com nashri aynan Abduqodir Husanovning Manchester Cityga ehtimoliy transferi to'g'risida xabar chiqargandi. Endi esa Abbosbek Fayzullayevni Bayern Munyos, ya'ni Bavariya klubiga o'tishi mumkinligi va bunga murabbiyning o'zi qiziqish bildirayotganligi to'g'risida ma'lumotlar tarqatilmoqda. Qadrli do'stlar, bilmadim bu qanchalik to'g'ri, ammo nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayevga ham omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abbosbek Fayzullayev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar va negativ yozishdan oldin do'stlar bir o'ylab ko'ring. Bu manbalar ham bekordan bekor xabar tarqatmasa kerak. Albatta o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirasiz degan umiddaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.